Namanganda o'tkaziladigan Xalqaro gullar festivaliga kelmoqchisiz, lekin bu festivaldan tashqari Namanganda qayerlarga borsam bo'ladi degan savol qiynayotgan bo'lsa kerak. Mana shu savollaringizga javob berishga harakat qilaman. Keling avvalo Qamchiq dovonidan boshlaymiz. Namanganga kirib kelishingiz bilan chap tarafda Top tumanida Chodak qishlog'i bor. U yerda shunday yurakka jumbushga keltiradigan attraksionlar borki, bu yerda butun umrga esga qoladigan emotsiyalar olishingiz mumkin. So'ngra Chust tumaniga kelasiz. Chust tumani o'zini hunarmandlari, do'ppilari, pichoqchilari bilan mashhur. Eng asosiysi Chustda osh yeyishga kiring. Chust oshiga gap bo'lishi mumkin emas. Namangan shahriga kelib gullar bayramini tomosha qilgandan so'ng esa tarixiy joylarni sizga taklif qilamiz. Tarixiy maskanlardan birinchi taklif qiladiganimiz bu Axsikent yodgorligi. Temuriylar davridan qolgan ajoyib me'moriy yodgorlik. Mana shu joyni 30-40 daqiqalik yo'l bilan To'raqo'rg'on tumaniga borib tomosha qilsangiz bo'ladi. Bundan so'ng esa Chortoqdagi Sulton Uvays Qaroniy ziyoratgohini borib tomosha qilishingizni taklif beramiz. Agarda havo sharida uchishni, tog'ning muzdek suvlarida yetishtirilgan farel baliqlaridan tanovul qilishni, 10-15 xildan ortiq bo'lgan qulupnaylardan yeyishni xohlasangiz, Uchqo'rg'on tumaniga borishni tavsiya beramiz. Ha, yana bir gap, agarda sizga tandirda pishirilgan baliq yoqadigan bo'lsa, Mingbuloqqa boring. Mingbuloqqa borganda birato'la 70 gradus yer ostidan chiqadigan sho'r suvda muolaja olib qaytishingiz mumkin. Eng asosiysini aytish esdan chiqibdi. Gullar bayrami 25-may kuni boshlanib, 29-iyunga qadar davom etadi. Ochilish kunida esa gullar bilan bezatilgan mashinalar paradiga kelishi esingizdan chiqmasin.